Yevroprotokol nima? Bugun biz sizga Yevroprotokol nimaligini, uni to'ldirish shartlari, qanday to'ldirish kerakligi hamda uni to'ldirish jarayonida kimlar ishtirok etishi haqida ma'lumot beramiz. Yevroprotokol bu fuqarolarga qulayliklar yaratish, ularning vaqtlarini tejash hamda ortiqcha sarsongarchiliklarni oldini olish maqsadida tan jarohati bilan bog'liq bo'lmagan yo'l transport hodisalari to'g'risida sug'urtalovchiga xabar berish uchun haydovchilar tomonidan ixtiyoriy ravishda tuziladigan yo'l transport hodisasi sodir etilganlik faktini tasdiqlovchi rasmiy hujjatdir. Ya'ni Yevroprotokol yo'l transport hodisasi haqidagi xabarnomadir. Mazkur xabarnomaning tuzilishi esa transport vositasi egalarining fuqaroviy javobgarligi yuzaga kelganligini tasdiqlaydi. Oddiy tilda aytganda, Yevroprotokol yo'l patrul xizmati xodimisiz tuziladi. Tergovga qadar tekshiruv va sud jarayonlarini taqozo etmaydi. Eng asosiysi, aybdor javobgarlikka tortilmaydi. Yo'l transport hodisasi natijasida yuzaga kelgan zarar esa sug'urtalovchi tomonidan qoplanadi. Yevroprotokolni to'ldirish uchun qanday shartlar mavjud? Yo'l transport hodisasi to'g'risidagi xabarnomani to'ldirish uchun bir vaqtning o'zida quyidagi asoslar bo'lishi shart. Yo'l transport hodisasi jabrlanuvchiga yengil tan jarohati yetkazmagan, yo'l harakatini tartibga soluvchi vositalar yoki boshqa mol-mulk shikastlanishiga olib kelmagan bo'lsa, haydovchilardan biri o'z aybiga to'liq iqror bo'lsa, hodisa piyoda ishtirokisiz sodir etilgan bo'lsa, yo'l transport hodisasi faqatgina ikkita transport vositasi, shu jumladan ularning tirkamasi to'qnashuvi natijasida ro'y bergan hamda faqat ushbu transport vositalariga shikast yetkazilgan bo'lsa, transport vositalari egalari amal qilish muddati o'tmagan sug'urta polisiga ega bo'lsa, haydovchilarda haydovchilik guvohnomasi, transport vositasini ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma, ishonchnoma, yo'l varaqasi mavjud bo'lib, mazkur hujjatlarning amal qilish muddati o'tmagan bo'lsa, haydovchilarda mastlik holati bo'lmasa, haydovchilar o'zaro kelishuv asosida Yevroprotokol tuzishga rozi bo'lishsa, mazkur asoslardan bittasi mavjud bo'lmagan taqdirda yo'l transport hodisasi to'g'risidagi xabarnoma haqiqiy emas deb hisoblanadi va umumiy tartibda ichki ishlar xodimlari tomonidan rasmiylashtiriladi. Yevroprotokol yoki yo'l transport hodisasi to'g'risidagi xabarnoma blankasi qanday to'ldiriladi? Yuqorida ko'rsatib o'tilgan asoslar mavjud bo'lgan taqdirda haydovchilar tomonidan ixtiyoriy ravishda yo'l transport hodisasi to'g'risidagi xabarnoma to'ldiriladi. Mazkur xabarnoma blankasini olish uchun haydovchilar yo'l harakati xavfsizligi xizmati va sug'urta tashkilotlarining rasmiy veb-saytlaridan mazkur blankalarni yuklab olishadi va mustaqil ravishda ikki nusxada chop etishadi. Har bir haydovchi mazkur blankalarni bir nusxadan to'ldirib, ularning ichidagi ma'lumotlarni imzolari bilan tasdiqlaydilar. Yevroprotokol, ya'ni yo'l transport hodisasi to'g'risidagi xabarnoma blankasini to'ldirish bilan bir vaqtning o'zida yo'l transport hodisasi sodir etilgan joy vaziyat o'zgartirilmagan holda rasmga yoki video tasvirga olinadi. Shu bilan birga transport vositasining shikastlangan qismlari ham rasm va video tasvirga olinadi. Yo'l transport hodisasi sodir bo'lgach 4 soatdan kechiktirmasdan har ikkala haydovchi mastlik holatini aniqlash uchun yaqin hududda joylashgan narkologik dispanser yoki sog'liqni saqlash muassasalariga murojaat qilishadi. U yerda tekshiruvdan o'tib, tekshiruv natijalari qayd etilgan bayonnomalarni oladilar. Shundan so'ng 3 ish kuni ichida haydovchilar o'zlari to'ldirgan Yevroprotokol blankasi bilan birgalikda shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar nusxasi, transport vositasining hujjatlarining nusxasi va rasm video fayllarni ilova qilgan holda o'zlari sug'urtalangan sug'urtalovchiga olib borib berishlari kerak bo'ladi. Eslatib o'tamiz, transport vositasining egalari sug'urtalovchining roziligisiz yoki sug'urta kompaniyasining tegishli qarorlari chiqqunga qadar o'z transport vositalarining shikastlangan qismlarini ta'mirlashlari yoki utilizatsiya qilishlari mumkin emas. Yevroprotokol, ya'ni yo'l transport hodisasi to'g'risidagi xabarnomaning blankasi kimlar ishtirokida to'ldiriladi?
O'zbekiston Respublikasining 711 sonli qonuni hamda Vazirlar Mahkamasining 609 sonli qaroriga muvofiq yo'l transport hodisasi to'g'risidagi xabarnoma blankasi ikkala haydovchi roziligi bilan ularning o'zlari tomonidan to'ldiriladi. Yevroprotokol blankasi to'ldirilishida uchinchi shaxslar ishtiroki, ya'ni jamiyatlar, tashkilotlarning to'ldirib berishlari yoki pullik xizmat ko'rsatishlari qonunda qayd etilmagan. Yuqoridagilardan kelib chiqib, ushbu qonun va qarorlar fuqarolarga qulayliklar yaratish maqsadida qabul qilinayotganliklarini inobatga olgan holda, fuqarolardan qonunlar va hukumat qarorlarini to'g'ri tushunishlarini va noto'g'ri talqin qilmasliklarini so'rab qolamiz. Yo'l harakati qoidalariga rioya qiling, zero yo'l katta mas'uliyat maydonidir.